Mana shu daraxt chopsam menimcha yetsa kerak. Voy, menga qara. Tushunmadim. Nihoyat seni topdim. Men nimaga topdingiz? Bu yoqqa kel, yaramas. Yo'q. Tushunmadim, nima uchun meni topdingiz? Qanaqasiga axir? Biz berkinmachoq o'ynamayotgandik shekilli. Ko'p gapirma, yur senga bitta joyni ko'rsataman. Qanaqa joy? Sen bizni shogirdimizsan. O'shaning uchun boshliqni oldiga olib boraman, ya'ni ustozning oldiga. Rostdanmi? Rostdan. Sizga nimaga men shogird bo'lar ekanman? Siz nima ish qilasiz o'zi? Ko'p gapirma, yur ortimdan, boshliqni o'zi tushuntiradi. Mayli, siz qanaqadir agentlikda ishlaysizmi deyman-a? Yo'q, hech qanaqa agentlik emas. Yur tez-tez, gapni ko'paytirma. Xo'p, bu yerda qanaqa joy bor? Keyin tushuntiraman bu yerda qanaqa joy borligini. Yur tezroq, boshliqni oldiga kiraylik. Xo'p. Boshliq, mana keldi u. Yaxshi. Yigitcha, demak sen ekansan-da o'sha. Qaysi? Bizning yangi shogirdimiz. Qanaqasiga sizning shogirdingiz bo'laman? Obbo, sen rolga juda ham kirishar ekansan. Qanaqa rolga tushunmayapman to'g'risi. Mayli. Xullas biz banditlarmiz. Bu esa bizning bazamiz. Xullas sen bizning yangi shogirdimiz, ya'ni banditsan sen ham. Men qanaqasiga banditman? Oddiysiga. Xullas buni tayyorlaysan. Tushundingmi, Garri? Xo'p, bo'ladi janob. Siz Garrimisiz? Garrim, ortimdan yur. Mayli. Bizni bazamiz bu. Tushundingmi? Hozir senga tushuntiraman. Bu yer sen yotadigan joy. Shu yerda uxlaymanmi? Biz esa xonani ichida uxlaymiz. Ko'rinib turibdi, ikkita kravat bor ekan. Shunaqa. Xullas, mana bu yerda esa biz o'g'irlagan narsalar bor. Siz o'g'irlik qilasizmi hali? Banditmiz dedim-ku. Oho, shuncha narsalar. Sen ham yaqinda shuncha narsani o'g'irlab kelishing kerak bo'ladi. Qayoqdan o'g'irlayman buncha narsani? Bilmadim. Bu seni vazifang. O'g'irlashing kerak, tamom. Tushunarli. Yana nimani tushuntirsam ekan? Kelchi bu yoqqa. Mana bu qanaqa temir? Bu qo'l bilan ushlaydigan temir. Nima vazifani bajarishini to'g'risini aytsam bilmaymiz. Buni ustozimiz bizga qo'yib bergan. Ustozinglar qayerda? Ustozimizmi? Ustozimiz bir necha yillar avval o'lib ketgan. Tushunarli. Buni qanaqa ishlashni bilmaysizlarmi? Yo'q. Bu yoqqa kel. Senga yangi vazifa bor. Qanaqa vazifa? Men hali shogird bo'lmasimdan turib vazifa bermoqchimisiz? Janob, mening orqasida sandiq bor. O'sha sandiqda ichidagi narsani olib kelib bersang, shogirdlikda urovining baland bo'ladi. Darajam ko'tariladi, shunaqami? Shunaqa. Endi biz ruscha aralash gapiramizda. Mayli, men Garrining ortidan boraymi? Senga ko'rsatadi, bor. To'xtang, Garri tog'a. Tushuntirib yuboringchi. Xullas, janob Merduning orqasida sandiq bor musulxonaning ostida. O'shani olib kelasan. Men esa boshqa qishloqqa ketdim o'g'irlik uchun. Mayli. Obbo, nahotki banditlarga shogirdlikka tushganmiz. Bu qanaqa joy? Tushunmadim. Bu yerda qanaqadir sirli joy borga o'xshayapti. Mayli, qanaqa joy ekan bu yer? Butun qishloq ko'rinar ekan. Menimcha bu ham banditlarning qanaqadir bashniyasimi shunaqa joy bo'lsa kerak. Ham mayli. Keyin buni ham so'rab olaman, lekin men shunda o'g'ri bo'lishimga to'g'ri kelyaptimi? Yo'q, o'g'ri bo'lmasligim kerak. Mayli, lekin bularni oshkor qilishim uchun ham ularni aytganini qilib tursam bo'ladi. Yaxshi banditlarni agar janob merga oshkor qilsam, keyin janob mer menga qanaqadir narsa berishi mumkin. Stop. Bu yerda ikkita sandiq bor-ku. Qaysi birini olib boray ekan? Buni ichida izimrudlar. Menimcha banditlarga izimrudlarni ko'pginasi kerak, lekin bu yerda xarita. Tushunarsiz, menimcha ularga xarita kerak, chunki xaritada kattakon xazina bor. Bu esa hech qanaqa xazina bo'la olmaydi. Ketdim, shu xaritani olib borib beraman. Izimrudlarni olib boraymi-ekan? Yo'q, izimrudlar tura qolsin. Agar bu emas desa, keyin olib ketaman. Menimcha rostdan ham bu emas deydi. Ularga pul kerak, to'g'rimi? Ular o'g'ri bo'lgandan keyin ular pul bo'lmasa yashay olmaydi. Pul o'g'irlab turish kerak. Ularga pul kamchilik. O'shaning uchun ham bilmadim, balki rostdan ham pul olib keldilar. Janob, men keldim. Pullar qani? Pullar? Pullar bor edi sandiqda. Lekin men sen xaritani topdingmi? Qanaqa xarita? Qo'lingdagi xarita menga ber. Mana bu xarita kattakon xazinaga olib boradigan xarita. Uni borib xazinaning ichiga joylashtirib qo'y, tushundingmi? Tushunmadim to'g'risi. Senga men izimrudlarni olib kelishni buyurgandim. Sen esa undan ham zo'r narsa, xaritani topib kelding. Qoyilman senga. Sen o'sha shogirdlik darajang yuqorilashdi. Rostdanmi? Rostdan olib borib qo'y. Mayli, hozir olib borib qo'yaman. Lekin jin nima bular? Izimrudlarni olib borganim yaxshi emasmi undan ko'ra? Mayli, balki xarita ularga rostdan ham kerakdir. Bu yerda joy yo'q ekan, uni birlashtirib qo'yib qo'yish kerak-ku axir. Managa chotki. Endi nima qilay ekan, yana qanaqadir vazifa buyursa kerak, qo'y. Garri qayoqqa ketdi ekan? Mayli. Ichkari kiraychi. Janob, endi nima qilay? Xullas, yana bitta reja bor.
Qanaqa reja? Janob, men uyning yonida yangi Ford turgandi, oq rangli, ko'rdingmi? Ko'rgandek bo'ldim shekilli. Xullas, o'shanda nima desam ekan? Yangi mashinada o'sha bizga juda ham zarur o'sha mashina. Nima uchun zarur? Ichida ko'p narsa solib yursa bo'ladi. O'g'irlik uchun anchagina asqotadigan mashina. Xo'sh. O'sha Jetel atrofida turibdi hozir. Jetel ketishini kutish kerak. Borasan, bashna bor daraxt ustida. Ko'rdim, mana yerda turgandi. O'shani ustidan kuzatasan. Jetel ketishi bilan menga xabar qilasan. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, endi bor. Maylimi, tushundingmi? Mayli, lekin siz qanaqasiga g'alati gapiryapsiz? Og'zimda ko'rmayapsanmi? Sharf bog'lab olganman. Yechib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Tishim og'riyapti. Bo'pti. Mayli, brat. Gari qachon kelishini bilmaysizmi? Hozir kelib qolsa kerak, borib ishni ko'r. Mayli. Yaxshi, demak bandit hayoti boshlandi. Bu yoqda endi bandit bo'lamanmi shunda? Yo'q, banditlarni oshkor qilishim uchun ham bandit bo'lib turibman. Agar banditlar oshkor qilishimga to'g'ri kelmaganda bandit bo'lmasdim, borib. Bu yerda qani egasi? Egasi atrofda yo'q-ku. Chunki bu yerda ustiga chiqmaslik kerak, chunki chiqadigan bo'lsam shohboq sinib ketsa dabdalam chiqib ketishi mumkin. Mayli, kuzatayinchi, lekin Jetel ko'rinmayapti bu yoqda, lekin rostdan ham kattagina Ford degan borib mashinasi. Agar shu mashina oladigan bo'lsa, banditlar tushunmadim. Qayerga tushib ketdim? Yomon oyog'im. Oyog'im. Bu yerda qanaqa sandiq, bu yerda qandaydir qanaqa blok bu, tushunmadim. Odamni ko'rintirmaydigan blokmi, nimadir bor ekan. Oho, bu yerda qanaqadir qurollar. Qurolni qaranglar. O'q dorisi yo'q ekan. Demak, bu yerdagi qurollarning vashida foydasi yo'q ekan, o'q dorisi bo'lmasa. Qani, uni qaranglar, yomon qurollar bor ekan. Bu ham banditlardek shekilli. Mayli, hozir bularni bir tekshirib ko'rayinchi qani. Shu dahshat qurollar bor ekan, lekin rostdan ham. Bo'pti. Endi qanday chiqaman ekan bu yerdan? Voy, Garri deyapman. Menga qaravor, qutqar, men yerda ostiga kirib ketdim. Hoy, Garri, yordam ber, iltimos. Qayerdasan? Shu yerdamisan? Shu yerdaman. Topdingmi meni? Nima qilyapsan u yerda? Nima bor ekan? Bu yerda qanaydir sandiq bor ekan, keyin ichida qurollar. Nima? Topdingmi sen uni? Nimani topishim kerak edi? Bu bizni sirli joyimizni topsan-da. Qanaqa sirli joy, tushunmadim. Biz u yerni yo'qotib qo'ygandik, lekin u bizni sirli joyimiz edi. Yana tushib ketdim. Hozir to'xtab tur. Nima deyotganding? Xullas, bu yerni biz yo'qotib qo'ygandik bir necha yil avval. Va uni sen topsan, qoyilman senga boru. Rahmat, topgan bo'lsam, lekin rostdan ham yo'qotganmidinglar? Sen endi anchagina yuqori darajali banditsan. Yur, senga janob banditlarning boshlig'idan yangi lavozim olib beraman. Qanaqa yangi lavozim? Endi sen qorovul bo'lasan. Qorovul yangi lavozimmi? Shunaqa. Janob, xullas, Jo'qa yo'qolgan qurollarni topdi. Nima? Topdingmi? Topdim. Juda ham zo'r qilibsan. Qo'yilman senga. Endi sen lavoziming oshdi. Qanaqa lavozim bo'ldi? Endi sen qorovul bo'lasan. Qorovullik zo'r kasbmi? Hozircha qorovul. Keyin esa banditlar boshlig'igacha ko'tarilib borasan. Keyin ustoz bo'lasan oxirida. Rostdanmi? Rostdan. Mayli. Xullas, agar ustoz bo'lsang, mana bu temirli ustun bor, o'shani sirrini topsang bo'ladi. Shuni topsam sirrini, keyin men ustoz bo'lamanmi? Shunaqa. Xullas, qo'riqlashni boshla. Biz shu yerda bo'lamiz. Mayli. Bu yerni qanasiga qo'riqlasam ekan? Nima qilib qo'riqlash kerak bilmadim. Menimcha o'tirsam kerak, prosta takancha o'tiraman. Men yotib olaman mazza qilib. Uxlab olaymikin, qorovullar uxlamaydi-ku, mayli, yonboshlab o'tiraman. Qachon kech tusharkin, menimcha kech tushsa nimadir bo'ladi-yu. O'shaning uchun qo'riqla deyishdi. Bo'pti, qo'riqlash bo'lsa qo'riqlab o'tiraman, mana shu yerda uxlab deganda, uxlamayapmanmi? Men uxlayapman deb o'ylab o'zimda. Endi uxladim. Yerni ko'ryapman-ku, yerni yaqindan ko'ryapman. Bu degan uxlayapman degani. O'sha kech tushdi, lekin bu yer juda ham qorong'u ekan. Men bu kecha ko'chada uxlaymanmi? Yaxshi uyimga borsam-chi, xotinim bilan birga uxlardim, lekin bor, mana ularning sirrini fosh qilishim kerak-ku. Sirni fosh qilish uchun esa nimadir qilish kerak. Men uxlash ham qiyin ekan, mana g'alati sassiq blok bor ekan. Mayli, hozir sassiq blokni nimadir qilib yuboraman, ulardan so'raychi. Janob, sassiq blok bor ekan, olib tashlasam bo'ladimi? Mayli, biz muzokara qilyapmiz, xalaqit berma. Mayli unda, xo'p. Bu qanaqa muzokaraligini bilmadim-ku, lekin nimadir gaplashyapti. Mayli, mana shu sassiq bloklarni shu yerda olib tashlang, chunki rostdan tushunmadim. Qanaqa mexanizm bu? G'alati. Bu yerda tushundim. Demak, mana bu temirda mexanizmi bor ekan. Ular esa ustozimiz biladigan sir deb o'ylagan. Voy, yaramas lo'xlar. Hozir bu mexanizmni ishga tushirib ularda ko'radigan kunni ko'rsatib qo'yaman. Hoy, qanaqa jetlar? Hoy, banditlar. Nima deysan? Men ustozlaringman.
Nima? Ustozimizsan? Qanaqasiga ustozimiz bo'larding? Mana bu eshikni sirrini topdim. Yo, rostdan ham ustozimiz ekan. Ustoz, yo, sizni yaxshi ko'ramiz. Endi bizni chiqazing iltimos. Senlar qayerda chiqazaman? Men o'zi janob Mert o'ng qo'li Johaman. Nima? Sen Joha boshqa Joha emasmiding? Sen bandit Joha emasmisan? Yo'q, men bandit Joha emasman. Bizni chiqaz iltimos. Yo'q, senlarni hozir borib politsiyaga aytib beraman va janob Mertni chaqirib kelaman. Yo'q, zo'r bo'ldi. To'xtanglar-da, ha, mayli, to'xtamanglar. Boraman-da hozir janob merga aytamanda, mana shunaqa bo'lgan vaqtda yo'qolgan qurollar bor. Yana ular hamma boyliklar o'g'irlab ketgan, mana yerdagi xarita ham yo'qoldi. Hammasini janob merga tushuntirib aytaman va banditlardan qutulamiz. Juda ham zo'r bo'ladi. Bor, eng katta sirlardan birini oshkor qilyapman, bor, lekin dahshat bo'ldi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Joha, qayerda yuribsan? Kun bo'yi seni ko'rmadim. Ertalab daraxt chopishga chiqib ketgandim. Shunchalik ham ko'p daraxt chopdingmi? Yo'q, xullas sizga tushuntiraman. Daraxt chopayotganimda orqamdan bitta bandit kelib qoldi va sen bizning shogirdimizsan dedi. Sen banditlar shogirdimisan hali? Eshitib turing. Keyin gapirishga qo'ymadi, olib bordi boshlig'ining oldiga. Keyin boshlig'i aytdi, sen shogirdsan, sen bir ikkita ishni bajar dedi. Keyin uyingizda orqasiga ham bitta sandiq bor ekan, bittasida pul bor ekan, bittasida xarita. Pullarni olib borib berdingmi? Yo'q, xaritani olib borib berdim. Keyin ular, sen zo'r ekansan dedi. Jinnimi? Xaritani olib borganingami? Ha, xaritada xazina bor ekanmish. Xo'sh, keyinchi? Keyin bitta ana yerda tunnel bor ekan, ichida qurollar bor ekan. O'shani topganim uchun sening darajang yuqori bo'ldi deb qorovul qilib qo'yishdi. Keyinchi? Keyin bitta temir bor ekan, u temirni faqat ustozi bilar ekan ularni, temirni sirini. Xo'sh. Keyin sassiq bloklar bor ekan, bloklarni ochgandim, ostida mexanizm chiqdi. Mexanizmni ishga tushirgandim, ular qamalib qoldi. Endi ularni qutqarish kerak. Yo'q, ular qamash kerak. Ular o'zi qamalgan bo'lsa qanday qamaysan? Yo'q, ularni qamoqxonaga qamash kerak. Malades, zo'r sirni ochibsan. Zo'r sirdi. Zo'r emas, zo'r sirni ochdim. Zo'r. Unda sen borib o'sha yo'qolgan narsalarni bu yoqqa olib kel. Ertalab politsiyachilarga xabar beramiz. Hozir xabar bersangizchi. Politsiyachilar o'sha uxlagan tentak. Ular ham uxlaydi o'zi, chunki ular chiqib keta olmaydi, qulflab qo'ydim. Bo'pti, borib endi narsalarni olib kelgan, keyin politsiyaga xabar beramiz. Bo'pti, unda men ketdim, borib ertalab olib kelsamchi? Ertalabgacha yo'qolishi mumkin, tentak. To'g'ri. Qanaqasi yo'qolishi mumkin? Menimcha ular boshqa banditlar bilan ham birgalikda ishlasa kerak. Agar boshqa banditlarga telefon qilib aytsa, kelib turib bularni o'g'irlab ketinglar, bu boyliklarni ular olib ketishi mumkin desa, keyin tamom bo'ladi. O'shaning uchun ham janob mer aytayapti shekilli, olib borib, ya'ni bu yoqqa olib kel deyotgan bo'lsa kerak. Bilmadim xullas. Hozir nima qilyapti ekan bular? Voy, chiqa olmaysizlar endi, sizlarni ertalab politsiyachi kelib olib borib boshqa qamoqxonaga joylashtiradi. Hozir ham qamoqxonadan farqi yo'q. Iltimos, chiqaring ustoz bizni. Tentak ustozi emasman. Mana yerda mexanizm bor ekan, shuni ochib qarashga aqling yetmadimi senlarda? Bizni tentak deyapti. Rostdan ham tentak ekanmiz, borib ochib qarasak bo'lar ekan. Bo'ldi, o'tiringlar endi, men boyliklarni olib ketaman. Yo'q, tegma, nimaga olib ketsan? Janob mer aytdi. Biz shuncha yig'ib terganimiz-a? Yig'ib termagansizlar, buni o'g'irlagansizlar, o'g'irlamaganinglarda bu yerda saqlamasdinglar, keyin xullas bunaqa bo'lmasdi. Bo'pti, sog' bo'lasizlar, eshikni yopib ketay, sovuq kirmasin. Men borib ertalab politsiyachilar olib kelaman, sog' bo'linglar. Yaramas ekansan. Yo'q, unaqa emas, Jo'xaman, yaramas emasman. Borib janob merga bu narsalarni topshiraman va janob politsiyachilar bilan ertalabdan kelamiz va ularni qamaymiz. Yo.